Hua o'z quloqlariga ishonmadi. Bu gaplarni rost aytyapsizmi yoki hazillashyapsizmi deb so'raganida Vikir qat'iy ohangda ha deb javob berdi. Boyagi kibrli sariq sochli yigit va uning sheriklari endi yig'lab jonlarini omon qoldirishlari uchun Vikirga bor yo'g'ini berishga tayyor ekanliklarini aytib yolvorishardi. Ana xolos, qahramonlik qayerda qoldi yigitlar? Hua esa bu ishlarning oqibatidan qattiq xavotirda edi. U Vikirga qatl qilganlarning boy oilalari jim qarab turmasligini, ular qo'rqoq bo'lsa-da qasos olish uchun har qanday iflos usullardan tap tortmasligini tushuntirishga urinardi. Lekin Vikirning yuzidagi ishonch, tabassum zarracha ham o'zgarmadi. U Huani tinchlantirib, bu poraxo'r amaldorlar Underdog shahrining yashirin jinoiy to'dalari bilan bevosita bog'liqligini va ularning oilalari bu sharmandalikdan keyin umuman og'iz ocha olmasliklarini aytdi. Shoh va mot. Biroq Hua bu amaldorlarga qarshi dalillar yo'qligidan qattiq xavotirda edi. Vikir esa miyig'ida kulib, dalil topishning o'ziga xos usullari borligini aytdi. U ichida agar dalil topilmasa, uni o'zim yashayman deb yovuzona o'ylab qoldi. Qoyilmisiz bu yigitning aqliga? Vikirga bundan keyin nima bo'lishi umuman qiziq emasdi. U tez orada butun dunyo dahshatli o'zgarishlarga yuz tutishini va o'zi ham yaqin orada qonli jangga jo'nashini juda yaxshi bilardi. Hatto unday bo'lmagan taqdirda ham akademiyaga o'qishga kirgach, baribir bu yerni tark etishiga to'g'ri kelardi. Shuning uchun unda yo'qotadigan hech narsa yo'q edi. Vikir mahbuslarning ro'parasida qoyadek bo'lib turdi. Uning muzdek va hissiz ko'zlari ularga xuddi dahshatli arvohdek tikilib turardi. Vikir ularning qabariq jinoyatlarini birma-bir xuddi robotdek hissiz ohangda sanab o'ta boshladi. Odam savdosi, odam o'g'irlash, poraxo'rlik, shantaj, tahdid, uchinchi shaxslar orqali hujum qilish va qotilliklar. Sariq sochli yigit darhol tipirchilab qoldi va bu jinoyatlarga umuman aloqasi yo'qligini aytib, dalil talab qila boshladi. Lekin Vikir shunchaki ayyorona jilmayib, agar dalil bo'lsa, jazoni jimgina qabul qilasizlarmi deb so'radi. Buni eshitgan sariq sochli yigitning tili aylanmay qoldi. U yerga qaradi. Yuzida esa aybdorlik hissi shundoqqina ko'rinib turardi. Uning holati xuddi shu yerda o'lib ketsam ham oilamga ziyon tekkazmayman deyotgandek edi. Kutilmaganda koridor bo'ylab qo'lida katta xalta ko'targan bir odam yaqinlashib kela boshladi. Bu kalboshli kishi to'g'ridan to'g'ri Vikirni chaqirdi. Bu yana kim bo'ldi? Vikir orqasiga o'girildi. U bu odamni ko'rib umuman hayron bo'lmadi. Xuddi uni kutib turgandek edi. Kalboshli kishi xaltani Vikirning ro'parasiga qo'ydi va uning maxsus buyurtmasi tayyor ekanligini aytdi. Vikir buyurtma o'z vaqtida yetkazib berilgani uchun unga minnatdorchilik bildirdi. Kal kishi esa bunga javoban shunchaki xirillab kulib qo'ydi. Vikir xaltani ochdi va uning ichidan turli xil g'alati asboblarni olib, matoh ustiga ehtiyotkorlik bilan birma-bir terib chiqa boshladi. Vikir asboblarni tayyorlaganida kal kishi kutilmaganda gap qotib, naqd 30 yil davomida odamlarni qiynoqqa solib kelgan bo'lsa-da, bunday dahshatli asboblarni umrida birinchi marta ko'rib turganini tan oldi. U Vikirdan bunday qo'rqinchli narsalarni qayerdan o'ylab topganini so'radi. Vikir esa yelkalarini qisib, xotirjamlik bilan "Ularni men o'ylab topmaganman" deb javob berdi. Qiziq, unda bu dahshatli asboblar qayerdan keldi ekan? Bu asboblar u kelgan joyda oddiy narsa edi. Kalboshli kishi hayratdan qotib qoldi va Vikirdan "Sen o'zi qanaqa dahshatli joydan kelgansan?" Vikir esa shunchaki kulib qo'ydi va "Shunga o'xshash joydan" deb javob berdi. Keyin u kal kishiga "Bu san'atni o'rganishni xohlaysanmi?" deb qiziqib ko'rdi. Kal kishi esa darhol rad etib, Vikir bu asboblar bilan qanday ishlashni ko'rsa, yegan hamma narsasini qayd qilib yuborishini aytdi. Voy bu, tasavvur qilyapsizlarmi? 30 yillik tajribasi bor odam shunday deyapti-ya. Vikir jimgina boshini irg'ab asboblariga qarab o'yga toldi. Bu vayronagarchilik davrini hatto jinlar klanining asirlari ham so'roq paytida hamma sirlarni aytib beradigan o'sha qonli kunlarni sog'ingandi. Jinlarni so'roq qilish orqali bu usullar dahshatli darajada rivojlangan edi-da. Vikir paltosini ochib, o'zining yashirin asboblarini ko'rsatganda sariq sochli yigit qo'rquvdan xuddi qizlardek chinqirib yubordi. Ana shunaqa bo'ladi bolakay. Vikir mahbuslarga sovuq nigoh bilan qarab, boyagi nima bo'lsa ham hech narsani tan olmaymiz degan kibrli yuzlar qayerga g'oyib bo'lganini so'radi. Qani o'sha qahramonliklar? Qani bolalar? Keyin u xotirjamlik bilan yengidagi tugmalarni qadab, "Iltimos, hozircha hech narsa demanglar. Men hech bo'lmasa bir marta o'tmishimdagi shirin xotiralarni eslab mazza qilmoqchiman" dedi. Buni eshitgan sariq sochli yigitning yuzidan ko'z yoshlari xuddi daryodek oqib tushardi. U endi o'zini umuman ushlab tura olmasdi. Shu voqeadan so'ng 7 ta yovuz to'daning hibsga olingani haqidagi mishmishlar butun Underdog shahri bo'ylab yashindek tarqalib ketdi. Qayerda 3 ta odam yig'ilsa, faqat shu haqida duv-duv gap bo'lardi. Yaqin atrofdagi qovoqxonada ham mijozlar bu dahshatli voqeani
voqeani qizg'in muhokama qilishardi. Ulardan biri oddiy xalqni xuddi hasharotdek ko'radigan bu yaramas todalarning ushlangani ayni muddao bo'lganini aytib yengil tortganini yashirmadi. Boshqa bir mijoz esa ularning qop-qora tarixini hisobga olib, yangi o'rinbosar konsul ularni tez orada qo'yib yuborishiga qattiq shubha qildi. Uchinchi odam ham gapga qo'shilib, hibsga olingan bu 7 kishi mahalliy boy oilalarning erkatoy ikkinchi avlodi ekanini, shuning uchun o'rinbosar konsul ularni shunchaki biroz sharmanda qilib, keyin qo'yib yuborsa kerak deb taxmin qildi. Biroq yana bir kishi bu yettoviga qo'yilgan ayblovlar shunchalik og'irligini va ular hatto qatl qilinishi mumkinligini ham aytib qoldi. Voy bo, ana bo'lmasam. Bu gapdan keyin mahalliy oilalarning bolalari rostdan ham o'limga hukm qilinadimi degan qizg'in bahs boshlanib ketdi. Bir kishi yangi o'rinbosar konsulning o'ta shafqatsiz degan dong'i taralganini, axir u bitta qoziq uchun naq 10 milliard tillani ko'zini pir-pir aytmay sarflab yuborganini eslatib o'tdi. Shunga qaramay boshqa birov bu 7 kishini qatl qilish o'rinbosar konsulning o'zini ham juda qiyin ahvolga solib qo'yishini o'ylab xavotirda edi. Underdog shahrining oddiy xalqi bu 7 ta mashhur to'da rahbarlarining hibsga olinishi shunchaki yaxshi siyosatchi va mahalliy hokimiyat o'rtasida navbatdagi siyosiy o'yin deb o'ylashgandi. Ular mahalliy boyvachchalar biroz yon bossa, vaziyat darhol tinchib, qamoqdagi to'da a'zolari qilt etmay sog'-salomat chiqa olishini bashorat qilishgandi. Kutilgandek Montblanc, Pior, Lyovi, Chanel, Ferragamo, Hermes va Prada klanlari yangi o'rinbosar konsulga rasman uzr so'rab murojaat qilishdi. Lekin do'stlar, voqealar umuman ular o'ylagandek bo'lmadi. O'sha 7 ta to'da rahbarlarining boshlari shahar markazidagi maydon o'rtasiga osib qo'yilgan edi. Ular tuz bilan ishlangan bo'lib, yuzlarida xuddi so'nggi nafasgacha chidab bo'lmas dahshatli og'riqni his qildirgandek azobli ifoda qotib qolgandi. Tasavvur qilyapsizmi o'zi bu manzara qanaqa bo'lganini? O'sha osilgan boshlar tepasidagi ommaviy e'lonlar ular qatl qilinishdan oldin qanday dahshatli jazolarni olganini ipidan ibnasigacha yozib qo'yilgan edi. Baskerville oilasining anatomiya konstitutsiyasi o'zining o'ta qat'iy qonunlari va shafqatsiz jazolari bilan butun dunyoga mashhur edi-da. Birinchi band noqonuniy va axloqsiz yashirin joylarni taqiqlash haqida edi. Bu jinoyat uchun jazo shunday ediki, jinoyatchining butun yuziga sharmandali tamg'a bosilardi. Bu jazo yuqoridagi qonunga binoan to'liq ijro etilgandi. Ikkinchi band esa noqonuniy qimor o'yinlarini taqiqlash haqida bo'lib, bu jinoyatning jazosi to'g'ridan-to'g'ri bilaklarigacha kesib tashlash edi. Voy bo, bu jazo ham qonunga muvofiq qat'iy amalga oshirilgan va qonunni necha marta buzganini hisobga olib, ularni ikkala bilagi ham shafqatsizlarcha kesib tashlangan edi. Qonun bilan o'ynashib bo'lmaydi do'stlar. Jinoyatchilarning bilaklari naqd 72 marta ma'lum vaqt oralig'ida shafqatsizlarcha kesib tashlangan edi. Dahshat-ku bu. 3-band noqonuniy xususiy qarz berishni taqiqlash haqida bo'lib, buning jazosi to'g'ridan-to'g'ri ko'zlarni o'yib olish edi. Biroq bu yaramaslardan jabr ko'rganlarning iltimoslarini inobatga olib, bu jazo oxirigacha ijro etilmadi. 4-va oxirgi band esa noqonuniy lobbizmni taqiqlash haqida bo'lib, uning jazosi surgun qilish edi. Jinoyatchilar allaqachon o'lib bo'lgani uchun ularning boshsiz jasadlari shunchaki qasr devorlaridan tashqariga uloqtirildi. Olomon bu e'lonni o'qib, ko'z o'ngilarida dahshatli manzaralardan shok holatiga tushib qolgandi. Viker esa o'z ofisida xotirjam o'tirib, bu qonunlar azaldan borligini, shuning uchun hayratlanishga hojat yo'qligini tushuntirardi. Lekin bu o'sha mashhur mahalliy oilalar jazo o'tayotgan birinchi holat edi. U bu voqea katta o'zgarishlarga sabab bo'lishiga va tomonlardan birining halokati boshlangach, Underdog shahri haqiqiy qonli jangga aylanishiga ishonchi komil edi. Tushunishimcha, jang endi boshlanmoqda. Viker Chihuahuaga o'girilib, keyingi dahshatli rejada u ham qatnashishini aytib, o'zini tayyorlashini ogohlantirdi. Chihuahua bu kutilmagan gapdan shok holatiga tushib, anqayib qoldi. Nima deyapsiz? Menmi? deb o'ylab qoldi u. Kadr o'zgaradi va qarasak, Chihuahua yuzida niqob bilan xuddi o'sha qotib qolgan holatda turibdi. U orqasiga o'girilib, qafas ichidagi odamga pichirladi. Qafas ichidagi odam esa, topdingiz, o'rinbosar konsul Vikerning xuddi o'zi edi. Chihuahua qaltirab, "Xo'jayin, shu rejamiz rostdan ham to'g'rimi?" deb so'radi. Viker esa xotirjamlik bilan, "Nima? Menga ishonmaysanmi?" deb savolga savol bilan javob qaytardi. Chihuahua o'sha yerda turganda atrof odamlarga to'lib keta boshladi. Ularning hammasi o'z shaxsini yashirish uchun g'alati niqoblar taqib olgan. Temir zanjirlar bilan bog'langan bechora qullar ham shu yerga olib kelinayotgan edi. Bu tartibsizlik va shovqin-suron ichida Chihuahuaning butun xayoli qullardan biri sifatida qafasda jimgina o'tirgan Vikerda edi. Chihuahua ichida o'rinbosar konsulning
o'zini qul sifatida sotishi rostdan ham zo'r rejam ekan deb qattiq xavotir olardi. Chekkada joylashgan Underdog shahri o'zining noqonuniy va qora ishlari bilan mashhur edi. Shunday ishlardan biri yashirin qullar kimoshdi bozori edi. Kimsasiz joyning o'rtasida ulkan chodir tikilgan. Uning atrofida esa qimmatbaho hashamatli aravachalar yig'ila boshlagandi. U yerda sotilayotgan tovarlar o'g'irlab ketilgan yovvoyilar, aslzodalar va oddiy odamlar bo'lib, ularning hammasi eng ko'p pul tikilgan xaridorga sotilishini kutib turishardi. Qarang, Baskerville oilasi bu dahshatli noqonuniy o'yindan umuman bexabar edi. Olomon oldida turgan kimoshdi savdosi boshlovchisi hammaga salom berib, ularni bu yovuz sirkka xush kelibsiz deb kutib oldi. Boshlovchi Chihuahuaning guruhi kelganida darhol payqab qoldi. U ularni tabassum bilan kutib oldi, chunki ularning o'ziga xos ko'rinishi Mont Blanc klanining maxsus belgisi sifatida darhol tanib olingandi. U ularning soxta hujjatlariga qarab bu yerga sotuvchi sifatida kelishganini ko'rdi. Boshlovchi Mont Blanc klani o'tgan savdoda sotib olingan qullaridan norozi bo'lmadimikan deb xavotirga tushganini aytdi. Axir ular doim juda ko'p qul sotib oladigan eng qadrli va boy mijozlar edi-da. Chihuahua esa o'zini yo'qotmay bu yerdagi qullarning sifatidan to'liq qoniqish hosil qilganliklarini aytib vaziyatni yumshatdi. Shu payt boshlovchining e'tibori qafas ichida o'tirgan qora sochli va qizil ko'zli Vikirga tushdi. Oho, bu juda noyob tovar-ku, deb o'yladi va u bu qulning qimmat narxda sotilishini o'z bo'yniga olishini va'da qildi. Chihuahua rozi bo'lib, hammasini uning o'ziga topshirdi. Boshlovchi Chihuahua va soxta Mont Blanc vakillari bilan xayrlasharkan, ularga bu qonli sirkdagi vaqtini maroqli o'tkazishlarini tilab qoldi. Ana endi qiziqarli joyi keldi do'stlar. Chodir ichida boshlovchi sahnada viqor bilan turar, olomon esa o'zaro g'ung'illashib qizg'in bahslashardi. Ba'zilar sirli ko'rinishga ega qullar bo'layotganini aytsa, boshqalar chiroyli va yoqimtoy qullarni afzal ko'rishini pichirlashardi. Yana kimlardir xonavayron bo'lgan yoki o'g'irlab ketilgan aslzodalarning fojiali tarixi bilan qiziqishardi. Lekin hammalari bugun ajoyib va noyob tovarlar bo'lishidan qattiq umidvor edi. Shunda boshlovchi birinchi lotni e'lon qildi. Bu Baskerville oilasi ritsari tomonidan yashirincha o'zlashtirilgan dahshatli o'lja edi. Bu Merciel deb ataluvchi Arankui maxluqi bo'lib, dahshat qa'rida to'planadigan va boshqa dunyoda yashaydi deb hisoblangan ulkan sigir turiga kirardi. Eng dahshatlisi uning naqd 19 ta yuragi borligi va to ularning hammasi urushdan to'xtamaguncha tinimsiz hujum qilishini aytilardi. Boshlovchi uning terisidan tortib go'shti, suyaklari va hatto ichaklarigacha qanday ishlatilishini sanab o'tib, bu maxluqning hech bir qismi isrof bo'lmasligini maqtab aytdi. Qanaqa yirtqichlar yig'ilgan bu yerda. Savdo naq 100 million tilladan boshlanadi va xaridorlar narxni yashindek tezlikda 140 milliongacha, keyin 200 millionga, oxiri esa aql bovar qilmas 250 million tillaga ko'tarishdi. Voy bo, pulning qadrini qarang bu yerda. Boshlovchi 250 millionlik marraga yetganini e'lon qilib, yana kimdir narx qo'shmasligini so'radi. Hech kimdan sado chiqmagach, u bolg'achasini qattiq urib bu dahshatli maxluq sotilganini e'lon qildi. Savdo xuddi shunday qizg'in ruhda davom etdi. Har bir navbatdagi tovar o'ziga xos va noyob edi. Olomon esa xuddi och bo'rilardek har bir mahsulot uchun talashib, qimmatli o'ljani qo'lga kiritish umidida tinmay narx ko'tardi. Shunday qilib, bu noqonuniy yashirin qop-qora va yovuz sirkdagi qullar kimoshdi savdosi o'zining eng qizg'in pallasiga kirdi. Turli xil tovarlar savdosi tugagach, boshlovchi xaridorlarni tezroq yangi noyob mahsulotga o'tishni chorladi. Kutilmaganda bir xizmatkor yugurib kelib, boshlovchining qulog'iga nimadir pichirladi va boshlovchining yuzida hayrat ifodasi paydo bo'ldi. U darhol olomonga qarab, qul savdogarlari tomonidan Larouget de Lenoir tog'larining eng chuqur va xavfli changalzorlaridan jangchi qabiladan tutilgan o'ta noyob tovar baliq yovvoyisi keltirilganini e'lon qildi. Sahnaga ko'zlarida olov chaqnagan yovvoyi va qahrdon bir qizni olib chiqishdi. Boshlovchi xaridorlarni bu yovvoyi qulni bo'ysundirib ko'rishga, o'zlarining tarbiyalash usullarini sinab ko'rish uchun ajoyib imkoniyat ekanligini ishontirishga urindi. Biroq boshlovchi qanchalik ter to'kib, savdoni 5 million tilladan boshlashga urinmasin, zaldan pashsha uchgan ovoz eshitilardi. Hech kim hatto bir chaqa ham tikmadi. Biroz noqulay jimlikdan so'ng boshlovchi narxni 3 millionga tushirdi, lekin baribir hech kimdan sado chiqmadi. Ana xolos, bozor kasod bo'ldi. Oxiri iloji qolmagan boshlovchi qizni atigi 1 million tillaga baholashga majbur bo'ldi. Lekin baribir hech kim uni sotib olishni xohlamadi. Olomonning qiziqishlari butunlay so'nib borardi. Boshlovchi ham bu qizni sota olmasligini tushunib yetdi. U asabiylashib soqchiga qizni olib ketishini va uning o'rniga 100% kafolatlangan eng zo'r tovarni olib chiqishini buyurdi. Kutilmagan
Kutilmaganda qiz soqchining qo'lidan yurqinib chiqishga urindi, lekin shafqatsiz soqchi uning qorniga dahshatli zarba berib hushidan ketkazdi va sahnadan sudrab olib chiqib ketdi. Boshlovchi bu kichik ko'ngilsizlik uchun darhol uzr so'radi va bu zerikarli savdoning o'rnini qoplash uchun bugungi kunning eng dahshatli, eng zo'r tovarini olib chiqishga va'da berdi. Va bu eng zo'r tovar nima deysizmi? Nima emas, kim? Albatta, bu qahramonimiz Vikirdan boshqasi emasdi. Boshlovchi Vikirni qora sochli, qizil ko'zli va deyarli hech qanday kishanlarsiz ham o'zini xotirjam tutadigan noyob aslzoda yigit sifatida tanishtirdi. Vikirning kelishgan qaddi qomati va sovuq go'zalligini ko'rgan olomon ichidagi bir xonim shunday hayratga tushdiki, boshlovchi hali boshlang'ich narxni e'lon qilishiga ulgurmasdan roppa-rosa 600 million tilla tikib yubordi. Boshlovchi xonimning bu shoshqaloqligidan ham hayron qoldi, ham xursand bo'lib kulib yubordi. Shu payt boshqa bir xaridor barzangidek bir erkak narxni birdaniga 800 millionga ko'tardi. Buni eshitgan boyagi xonimning tepa sochi tikka bo'lib, erkak kishiga bu yigitning nima keragi bor o'zi deb janjal ko'tardi. Erkak esa parvoyiga ham keltirmay, "Sening ishing bo'lmasin. Men uni gladiatorlarim bilan jang qildiraman" deb javob qaytardi. Kutilmaganda 3-xaridor o'rtaga tushib 900 million tikdi va aynan shu payt 99-raqamli taxtachani ko'targan bir xaridor narxni aql bovar qilmas darajaga naqd 6 milliard tillaga ko'tarib yubordi. Voy bo, 6 milliard tilla-ya. Boshlovchi shokdan qotib qolib, yana kimdir narx qo'shishga jur'at etarmikan deb so'radi. Butun olomonning ko'zi o'sha dahshatli xaridorga qadaldi. Bu yuziga niqob taqib olgan, lekin ba'zilar darhol tanib qolgan mashhur Baron Gambino edi. Odamlar uning hamyoni qanchalik qalinligi va yaqindagina yashirin jinoiy mablag'larni o'zlashtirib, yanada boyib ketgani haqida pichirlasha boshlashdi. Baron shunchaki bitta qul uchun ko'zini pirpiratmay 6 milliard tilla sarflagan edi. Uning yonidagi yordamchisi esa xavotirga tushib, xo'jayini haddan tashqari ko'p pul sochib yuborayotganini aytdi. Lekin baron o'ziga qattiq ishonardi. U bu qulni poytaxtga olib borib, undan ham qimmatroqqa pullashni va baribir katta foyda ko'rishini aytib maqtanardi. Yordamchi qiz esa yana bir muammoni eslatib, faqatgina bu qulning tanasiga zarracha ham shikast yetkazmasangizgina foyda ko'rasiz deb ogohlantirdi. Bu gapdan baronning qoni qaynadi. U qizga o'shqirib, ko'chada qolganda uni o'zi qutqarib olganini, endi esa bu noshukur qiz o'ziga ovqat bergan qo'lni tishlayotganini aytib, qattiq asabiylashdi. "Hey, o'zingni bos, baron." Boshlovchi 99-raqamli xaridor qul Vikirni yutib olganini e'lon qildi. Vikirni baron Gambinoning oldiga olib kelishganda, baron uni sinchiklab kuzatdi va ichida "Yaqindan ko'rinishi undan ham zo'r ekan-ku" deb o'yladi. Baron Gambino Vikirga yuzlanib, endi u unga tegishli ekanligini e'lon qildi va o'zining yomon odam emasligiga ishontirib, xavotir olmaslikni so'radi. Biroq uning keyingi gaplari va g'alati, shubhali qarashlari Vikirni biroz noqulay ahvolga solib qo'ydi. Chunki baron uni qanday qilib o'zining shaxsiy xizmatkoriga aylantirib, ustidan kulish haqida gapirib, buni intiqlik bilan kutayotganini aytdi. Kutilmaganda Vikir qo'llarini baronning ro'parasiga cho'zdi. Baron hayron bo'lib, "Nima, kishanlaringni yechib qo'yishimni xohlaysanmi?" deb so'radi. Lekin baron biror nima qilishga ulgurmasdan Vikir kishanlarini xuddi qog'ozdek osongina uzib tashladi. Bu holat baronni ham, uning yordamchisini ham shok holatiga tushirib qo'ydi. Vikir hech ikkilanmay baronga shunday dahshatli tepki tushirdiki, bechora baron havoda uchib borib, yerga gumburlab tushdi. Ana endi tomoshani ko'rasiz. Keyin Vikir baronning orqasidan mahkam ushlab, unga nayza va qalqon deb nomlangan qiziqarli o'yinni taklif qildi. Vikir baronning orqasidan qattiq siqib, o'zi nayza bo'lishini, agar baron qalqon sifatida uning hujumiga chidab bera olsa, o'yinda yutishini tushuntirdi. Baron og'riqdan dodlab yubordi va yordamchisi Cindyni yordamga chaqirdi. Lekin Cindy qilt etishga ulgurmasdan baron allaqachon hushidan ketib bo'lgandi. Vikir baronga qarab, uning hushidan ketganini va bu o'yinda o'zi g'olib bo'lganini xotirjam e'lon qildi. Shoh va mot. Keyin u boshidagi soxta sochni yechib tashladi va o'zining asl qiyofasini Vikir van Baskerville ekanini hammaga ko'rsatdi. Baronning yordamchisi Cindy Windy uni darhol tanib qoldi va hayratdan uning ismini baqirib yubordi. Biroq Vikir unga umuman e'tibor bermay, hushsiz yotgan baronga o'girildi va "O'lib qolmadimi ish qilib?" deb so'radi. Olomon Vikirni bu yerda ko'rib butunlay shok holatiga tushdi va o'zaro g'ung'illashib, "Agar Vikir shu yerda bo'lsa, unda Underdog shahrining yangi o'rinbosar konsuli kim o'zi?" deb bosh qotib qoldi. Kimdir hatto Baskerville itining bu yerda nima qilib yurganiga hayron bo'lardi. Bu orada olomon ichida yashirinib turgan Chihuahua o'rinbosar konsul vaziyatni qanday qilib bunchalik
dahshatli darajaga olib chiqqaniga hayratda edi. Vikir olomonga sovuq nigoh bilan qarab, bu joyga sirk degan nom juda mos tushishini kesatib o'tdi. Uning ko'zlari va tabassumi shunday yovuz tus oldiki, u yerdagilarga qarab, bu yerdan sog'-salomat chiqib ketaman deb o'ylamanglar, deb qattiq ogohlantirdi. Vikir kimoshdi savdosi xonasining o'rtasida qurolsiz va dahshatli soqchilar qurshovida qoyadek turardi. Hamma nima bo'lishini bilmay xavotir bilan qarab turgan bir paytda muhit o'ta taranglashib ketdi. Boshlovchi bu kutilmagan vaziyatdan qattiq asabiylashib, Vikirning o'rinbosar konsul ekanligiga ham qaramay soqchilarga uni darhol o'ldirishni buyurdi. Soqchilar Vikirga qarab yopirilib kelishdi, biroq ular Vikirga yetib borishdan oldin uning qo'llarida afsonaviy Velzevul qilichi paydo bo'ldi va ularga birinchi bo'lib yetib borib, xuddi saryog'ni kesgandek osongina tilib tashladi. Boshlovchi Vikirdan taralayotgan qip-qizil va dahshatli aurani ko'rib, qo'rquvdan qaltirab qoldi va Vikir umuman oddiy odam emasligini tushunib yetdi. Mana shunaqa bo'ladi. Soqchilardan biri zanjirga bog'langan ulkan temir to'pni Vikirga qarab otishga tayyorlanayotganida, Vikir yashindek tezlikda unga qarab yugurdi va ham temir to'pni, ham soqchini hech qanday qiyinchiliksiz ikkiga bo'lib tashladi. Mana buni kuch desa bo'ladi. Boshlovchining miyasi qotib qolgan, nima bo'layotganini tushunishga harakat qilardi. U Vikirning shunday yosh bo'lishiga qaramay allaqachon bitiruvchi darajasiga yetganiga umuman ishona olmasdi. Axir bitiruvchilar butun bir millatning kuchini ko'rsatadigan eng dahshatli va yakuniy qurollar hisoblanardi-da. U agar Vikir ularga raqib bo'lsa, g'alaba qozonishga zarracha ham imkoniyatlari yo'qligini yaxshi tushunardi. Kutilmaganda Chihuahua gapga aralashib, o'rinbosar konsulning qilichbozlik mahorati bunchalik g'ayritabiiy va dahshatli bo'lishini hech qachon kutmaganini aytdi. Biroq ko'p o'tmay u ko'rgan narsasidan butunlay shok holatiga tushib qoldi. Vikir dushmanlarni qirib tashlashda davom etayotgan bir paytda kutilmaganda uning orqasidan kimningdir sovuq kulgusi eshitildi. Oho, qiziq, bu kim bo'ldi ekan? Vikir orqasiga o'girilsa, nima ko'rdi deng? O'sha yaramas boshlovchi bechora Chihuahuaning tomog'iga o'tkir pichoq tirab turardi. Boshlovchi qaltiragan ovozda Vikirdan darhol qurolini tashlab taslim bo'lishini talab qildi, yo'qsa Chihuahuani o'ldirishini aytib tahdid qildi. Lekin bizning muzdek xotirjam Vikirimiz qilt etmadi, u joyidan siljimadi ham. Bu esa boshlovchining asablarini battar egovlardi. Tomog'iga pichoq turganiga qaramay, mard Chihuahua Vikirga qarab, "Xo'jayin, men yaxshiman. O'zingizni ehtiyot qiling", deb baqirdi. Boshlovchi bu sadoqatdan quturib ketib, uning ovozini o'chirmoqchi bo'ldi, lekin Chihuahua o'z xo'jayiniga sodiqligicha zarracha ham chekinmadi. Qoyilmisiz bu mardlikka? Vikir uning bu gaplaridan miyig'ida kulib qo'ydi va uning sadoqatiga qoyil qoldi va xavotir olmaslikni klan boshlig'i Hugodan maxsus yashirin qurol olganini aytdi. Shunda Vikir oyog'iga bog'lab qo'yilgan g'alati bir nayni ko'rsatdi. Buni ko'rgan boshlovchining miyasi qotib qoldi va "Nima balo? Bu o'yinchoq bilan nima qilmoqchisan?"